Diqqat aholiga shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonning ayrim hududlarida yoqqan yomg'ir qorga aylanishi prognoz qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar tezroq boshqalar ham xabardor bo'lishlari uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. O'zgidromet agentligi 17 dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ba'zi joylarda kuchli yog'adi. Tuman ham tushishi mumkin. Toshkent, Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilingan. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, ommaga yetib borishligi uchun like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.